Sen esa javob bermading. Siqildim, alamdan ichdim. Quloqlarimda ayrilik haqida qo'shiq. Onam aytdi, o'zingni tutib ol. Men o'ylab, sen baxtli bo'lishingni xursand bo'ldim, lek rashk o'tida yonardim. Yigitga qo'ng'iroq qildim, u meni chaqirdi. Men usti boshimdan uyaldim. Sen uchun do'stimdan kiyimlarni oldim va yigit bilan ko'rishdim. Yigit esli, xushli, badavlat oila, u bilan tanishib oldik. Meni seni tutingan singlim dedim. U esa men realistman. Uni mengacha bo'lgan hayot qiziqtirmas derdi. Xullas xayrlashdik. Kun sovuq edi, qor yog'ardi. Sen bilan baxtli o'tgan onlarni Divistudio.uz. Ne ko'z bilan qaramay, sen umuman begona erkaklar bilan yoningda meni senga kamsitadigan dugonang. Meni qurbon ne qilaring bilmay o'girilib olding. Men katta qadamlar bilan bordim oldinga va qo'lingdan tutdim. Asabim joyidan ko'chdi, dugonang oraga tushdi. Birdan hammasi chalkashib ketdi. Qattiq og'riq sezdim, so'ngra hushimni yo'qotdim. Xuddi ana shu joyda seni shu qo'llarim bilan bolnitsaga olib